Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugungi leksiyarimni shu matematikadagi eng muhim siziqlar, ya'ni konik siziqlar deb ataladigan 4 xil siziqni tushuntirib o'taman. Bu tushuntirishlik maqsadim nurg'ungan qarindoshlar mendan shu matematikaninki qo'llanishi na'lardan bo'ldi degan savolni so'raydi. Mana bugungi shu ko'rsatgan misollar shu matematikaninki qanchalik qo'llanilganligini, qo'llanishniki tipik misollarni tushuntirib o'tdi. Endi oldi bilan qani kon degan nima deganni bir oldi bilan tushuntirib. Mana kon deganni men o'zim bir konni yozidim. Unda qarab boqadigan bo'lsak, mana shuni kon deymiz endi. Uyg'urchada kon deb oldim, chunki men turkchada kon deb olibdi. Aniki xalqarada buni kon deb atadi. Kon degan mushtaq bir shakl endi. Bu shakl qanday shakllangan deganda, men sizlarga ko'rsatish uchun ma'ni ko'rsataysizlar. Ma'ni ko'ringlar, bu tang yanliq bir uchburun. Her qanday tang yanliq uchburunninki o'tturdagi siziqini uning tang yanliq uchburunninki o'qi deb ataymiz. Ma'ni vertex yoki bir uchi deymizda. Ma tarafi bazisi bu. Bazisi oldu. Şu vaqt biz konni shakllantirish uchun qanday qilamiz deganda, mana uchini tutib turib, buni shunday aylantirgandan keyin yon tarafga bayqadinglarmi? Yon tarafi shu aylanib chiqish jarayonida shunday bir jismni hosil qildi. Bu hosil bo'lgan shu jism kon alayligi nima deganda, bu aylanish jarayonida mana qarab boqaylik, ammo bazis tarafi aylanish jarayonida nimani shakllandi? O'ylab ko'ring. Nima shakllandi deganda, bazis tarafga qaraydigan bo'lsak, uzunligi aylanish jarayonida o'xshash bo'ldi-da, shu vaqtda bu nimani shakllantirgan? Chambar shakllandi. Ama uch taraf o'zgarmaydi. Faqat bir nuqta bo'lib ashara turib. Navbay ko'rsatgan kon degan shu orqali shakllanadi. Endi nega kelaylik? Bu konik sectionlar degan nima degan chaqda mana konik Uyg'urchada egri siziqlar deb atildi. Konik egri siziqlar. Degan mana meyada men abay uchburunni sizdim. Agar men shuni bir aylantirib chiqqandan keyin meyada qanday shakl hosil bo'ldi deganda, buni endi albatta bu tuzlangda bo'lgan narsa bo'lgandan keyin mushtaq sizimiz. Bu yerda mana asti tarafini mana meyani chambar shakllangan bildirdi. Endi meyadagi mana vertex. Lekin siziq meyadagi bir chambar, circle. Ben yeni bir hukum mühim bir yerdi. Ne hukum deganda, o'ttirdiki mesela abay men deb o'tdim. Ma'ni biz o'qiy deymiz. Chunki ma'ni bu matematik ilmlarning hammasini aniqlamasini berib atmasak, birdan tushuntirish kelgan chaqda biroz nima qilib qolamiz, ma'ni tushuninglar ya. Xo'sh, ma'ni degan o'ttirdiki siziqi bor, bu ostidagi bazisga tik bo'lgan siziq o'qiy deymiz. Bu 90 gradus bo'ldi bu yerda. Xo'sh, bu tushunchalar bo'lgandan keyin men hozir konik sectionlar qanday hosil bo'lganligini deb o'taylik. Endi men bir tuzlang bo'lsin, bir tuzlik. Bu tuzlik agar tuzlik men bazisga parallel holda shu konni kesib chiqilgan bo'lsa, kesib o'tilgan bo'lsa, agar bir nəhayət o'tkir pichoq bo'lgan bo'lsa, tüp tuzni kesib chiqilgan bo'lsam, bu yerdan qanday bo'ldi deganda, meyada ki siziq bir chambar shaklida. Onu bir yerde qanday ifodalaymiz deganda, ma'noni ifodalab boqaylik. Agar men bu yerda siz boqaya buni. Bir tuzlik deylik. Meyat bunda bo'ldi. Shundami? Endi kesib o'tgandan keyin bir chambar shaklida. Bu hozir nima deganda bir chambar. Mana chambarni siz boqay. Belki tügrek sızamısam hech qilib chambardek tushansanglar bo'ldi, bu chambar shakli. Chambar. O'sham chambarning alayligini men burunni tonishtirgan, bu yerdan ayrim tonishtirgan. Faqat biz agar shu tuzlik bilan agar shuni biz bazisga parallel oldi buni buddul kestirgan bo'lsam, bu bir chambar shakli. Endi buni agar men yanto kesilgan bo'lsam,
bu qandaq oldu deganda ma kesib o'tdi, kesib o'tgandan keyin aşağıda o ellips degan bir shakllandi. Uni bu yer siz baqaylik, mana o'chirib yetib turib. Shuni ham edi. Mana o'chirib yetib. Bizde çember bayan, ben ma kızıl boyak arkalık men endi mavi hazır mındaq yanto buni kesib atdı. Ama abi ko'rsatgan qog'oz yanto kesganda qanday oldu deganda meyada yana bir shakildi. Bu shakil hozir qanday oldu deganda mındaq shakil oldu. Bu shakilni yani bu shakil nima bo'ldi deganda bu shaklni men sizlarga bir nimani ko'rsatib qo'yay, qo'limda bor mishada. Mana mındaq shakil. Yani xuddi çemberni ikki yoqqa so'zib tortib chiqqandek mana bir shakil chiqdi. Bu shakil ellipes deb ataldi. Xo'sh, buni beksiz qo'y. Xeyr, yomon emas siz nima mana? Xeyr, yomon emas siz. Buni nima deymiz deganda buni ellips deb ataldi. Bu bir. Endi üçüncü siziq nima deganda men agar buni mandaq kesilgan bo'lsam qaranglar. Ma qog'oz bir tuzlik bo'lsin, qog'oz tuzlik bu tuzlikni mandaq qilib ma yon tarafga bayqilinglar, ma yon tarafga parallel holda buni kesilgan bo'lsam, mana qaranglar, hozir ma parallel deb qaraylik. Men konning ustidan yana bir siziqni hosil qildim. U U harfi bor, inglizchadagi U harfi o'xshab turadigan bunday bir narsa bo'lib chiqdi. Bu endi albatta ma ikki yoqqa ikki tarafga cheksiz uzatqini oldu. Cheksiz uzatqini oldu, bu U shaklidagi oldu. Buni biz parabola deb ataymiz. Parabola deb ataymiz. Endi xo'sh, mishadagi ma'noga diqqat qilaylik. Hozir men abayman deb o'tdim-ku, parabolani shakllantirish uchun shu uch bulungninki konninki bir tarafiga mushtaq parallel oldi kesmanda. Parallel kesganda bundaq parabola bo'lib chiqdi. Agar qaranglar, bu konning ikkisi bo'ldi. Ustida bir kon, ostida bir kon. Ikki kon olgan chaqda agar tuzlik bilan mushuni o'qi, mana abayman deb o'tdim-ku, maliga o'qi oldi. O'qiga parallel oldi kesilgan bo'lsam, u vaqtda bayqaylik, mana o'qiga parallel bunda kesgan chaqda osti tarafda bir siziq shakllandi, ust tarafda shuning o'xshashla yana bir siziq shakllandi. Bu yerda demak, bu yana bir xil siziq. Bu siziqni biz hiperbola yoki giperbola deb ataymiz. Giperbola deb ataymiz. Bu qanday oldu degan xil oldu. Chunki buni siz uchun bir alaylik bo'yicha, bu siz uchun biz mandaq bir narsani sizishimiz to'g'ri keldi. Buni endi matematikada asimtota deymiz. Asimtota degan abayman ko'rsatgan shu yerda ikki konninki yon tarafi. Qaranglar, ustida bir kon, ostida bir kon. Ikki kongo. Ikki kon bo'lgandan keyin men abayga usul bo'yicha mushuni men mushundaq kesilgan bo'lsam, mana ikki konni yana bir ko'rsatay. Ikki konni, mana ikki bir-birisiga qarama-qarshi turgan ikki konni men meyadan boshlab shu o'qiga parallel shunday kesib chiqilgan bo'lsam, bu yerda ikki. Mana meyada mana bayqalinglarmi? Abay sizgan asimtota degan siziq bilan siziq. Bu asimtotasi bo'ldi. Endi buni biz giperbola deb ataymiz. Giperbola shu nimaga asimtotaga asoslanib sizildi, shu vaqtda qanday bo'ldi deganda mana bayqaydi. Men meyada endi diqqat bilan sizmasam bo'lmaydi. Bu mundaq shaklda meyada birisi bo'ldi. Endi keyin tuvandimi shuningga o'xshash mundaq bir shakl bo'ldi. Bu hozir giperbola yoki endi inglizchada hyperbola deydi, shuning uchun men meyada hiperbola deb tanlayman. Nima uchun giperbola deganini hozir bilmayman, shuning uchun hiperbola deb tanlayman. Hiperbola. Giperbola deb ataymiz sanlar o'zinglarning xalqini. Ammo men mana bir tushuntirib
Ma'nın bilan ma'nın şu gerçilik şekli o'xshash bo'lganda amaliyot butunlay o'xshamaydigan xususiyati. Ma'ni sizlar bayqaydigan bo'lsanglarchi, ma degan mana yuqori tarafga qarab bundoq mangidi bu. Endi ma bu qanday bo'ldi deganda, ma asimtotaga bag'an siri yaqinlashidi, lekin cheksiz holda bu birlashib ketolmaydi. Shuning uchun ma asimtotaning muhim yeri shu, bu xususiyati shu. Endi bu yerda ma'ninki mana 4 grafni Müşahede tushuntirib chiqdim bir aqor. Şoqda qani men bir bugungi shu so'zlagan narsamni bir qaytdim bir ixchamlab qo'yaydim. Oldida men nimani tushuntirdim deganda konni tushuntirdim. Kon degan nima, kon qanday shakllanganligini. Andin shu nima uchun müşahede shu 4 xil siziq, ya'ni chambar, ellips, parabola, giperbolada iborat shu 4 xil siziqni konik agir siziqlar deb ataydiganligining sababi dedim. Chunki 4 xil siziqlarning hammasi shu kon bilan munosabat bo'ldi. Shuning uchun inglizchada conic sections deydi yoki bo'lsa conic curves deydi. Ani Uyg'urchada konik agir siziqlar yoki konik siziqlar deb atsak bo'ldi. Bundan keyin shu konik siziqlar deganda shu 4 xil siziqni ifodalaydi. Ammo yana bir narsani deb ba'zi materiallar qaraydigan bo'lsanglar, mana bu chambarni ayrim bir siziq deb qaramaydi. Faqat nima deydi deganda ellipsninki alaydı bir ahvali deb qaraydi. Chunki ellipsning ikki fokus nuqtasi oldu. F1, F2 ikki fokus nuqtasi oldu. Bu ikki fokus nuqtasi shu yaqinlashib eng oxiri bir nuqtaga kelgandan keyin bu nimaga aylanib ketadi degan chambarga aylanib ketadi. Chambarning markaziga aylanib ketadi. Fokusi. Chambarning fokusi degan bir oldu, nima? Ellipsning fokusi ikki oldu. Ama şunun o'xshash mavu parabolanın fokus nuqtasi va giperbolanın fokus nuqtasi va ularni keyin ayrim tushundim.